Ayni damda Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat drama teatrida To'g'ron o'quvchilari teatr jamoalari tanlovining respublika bosqichi o'tkazilmoqda. Unda hududiy bosqichda g'olib deb topilgan 14 ta jamoa va Zamin kreativ inklyuziv ijodiy studiyalarining 5 ta jamoasi ishtirok etmoqda. Barcha xarajatlari mamlakat xazinasidan topiladi. Onamning dardi, yoshlarning bahosi, ularning bari siz bitayotgan buyuk tarixning bir qismi. Tanlovning saralash bosqichida mamlakatdagi 225 ta maktabdan 2250 nafar o'quvchi ishtirok etgan bo'lsa, hal qiluvchi final bosqichida 190 nafardan ziyod iqtidor sohibi o'z mahoratini namoyish etmoqda. Nizomga ko'ra, jamoalarga sahnada 15 daqiqa vaqt ajratilgan. Shu qisqa fursat ichida ishtirokchilar tanlangan asar g'oyasini to'laqonli ochib berishi va qahramonlar xarakterini ishonarli gavdalantirishi lozim. Hakamlar hay'ati esa ijro mahoratini 10 ta qat'iy mezon asosida baholab bormoqda. Bu teatr tanlovi har bir Prezident ijod va ixtisoslashgan maktablarimizda agentlik tizimidagi maktablarda qo'shda Turon teatr klubi tashkil qilingan bo'lib, u yil davomida faoliyat olib boradi. Mana shu teatr klubini o'ziga yarasha musobaqasi hisoblanadi. Mana 2 yildan beri o'tkazib kelinmoqda. Respublika bosqichida g'olib bo'lgan jamoalar chet elga sayohatga yuboriladi va yo'llanma yutib olinadi. Bu safar mag'rib kisiga aylangan yursam, shohlarin maqsadlarin obdon o'ylagan elchilarin chodirimga boshlab kelgaysan. O'tkir Hoshimovning Dunyoning islari шығармасындағы surat ham gilam paypoq degan bo'limlarini aldık. Bizler bu шығарманы tanlovimizdan maqsad hozirgi kunning mashg'ulotlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bu anani qadrlamaydi ko'p odam, ko'pchilik. Hamma o'zining shang'irog'i bilan, semas bolalari bilan, yo bo'lmasa ayoli bilan bo'lib anani unutib qo'yadi. Bizler sol sebeple bu шығарманы aldık. Ham anaga qanday qiyin ekenin, ana balасы ауырганда qay darajada onu o'ylab ol turali qayg'uratug'ini bizler bu шығармада ko'rsatib berdik. To'ron teatr tanlovida Muhammad Al-Xorazmiy maktabi nomidan Sohib Qur'on dramasini ko'rsatib berdik. Sohib Qur'on dramasini tanlashda ozgina qiyinchilik bo'ldi. Ya'ni 10 ta asar berilgan bizga. O'sha 10 ta asardan tanlashimiz kerak. Va ulardan eng qiyini va eng mas'uliyatlisi Sohib Qur'on dramasi edi. Dekoratsiyaga va kostyumlarga ham alohida e'tiborimizni qaratdik va bor kuchimizni bergancha zo'r ijro qilib berishga harakat qildik. Sahna ko'rinishlarida asosiy urg'u milliy adabiyotimiz durdonalariga qaratildi. Xususan o'quvchilar talqinidagi Otamdan qolgan dalillar, Sohib Qur'on hamda Urushning so'nggi qurboni kabi dramatik asarlar tomoshabinni chuqur mushohadaga chorladi. Shuningdek, Dunyoning ishlari, Shumbola qissalari va Zumrad va qimmat ertagi yosh ijodkorlar ijrosida yangicha ruhda taqdim etildi. Har bir chiqishda nafaqat aktyorlik mahorati, balki asarlar zamiridagi yuksak tarbiyaviy g'oyalar ham mahorat bilan ochib berildi. Bir-biridan ajoyib spektakllar, bir-biridan bir yuqori saviyada, yuqori bir badiiylik bilan yaratilgan, sahnalashtirilgan spektakllarni guvohi bo'ldik va biz o'sha hakamlar hay'ati shunaqangi bir o'ylantirib qo'yadigan, bizni bir ikkilantirib qo'yadigan, hattoki qaysi bir jamoada bir ballik sistemada bir baholashda biz juda katta qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Sababiki bolalar bir-biridan iqtidorli, olib kelingan spektakllar juda yuqori saviyada ijro qilinyapti. Men o'ylaymanki, bunaqa festivallar, bunaqangi tanlovlar ko'p bo'lsa, mana shu ijodga, san'atga, teatrga muhabbat qo'ygan bolalar doimo vatanparvar bo'ladi. Men o'zim kelishda o'yladim, endi boshqacha nima bilan kelgan edim. Lekin mana bu tomoshalarni ko'rib, sahnadagi bolalarning shijoatini juda ham yaxshi yoshlar. Bu juda yaxshi ishlar tashkil etilgan ekan. Mana bu yerda har viloyatlardan ko'ryapmiz-da bolalarni. Har bir spektakl bir-biridan yaxshi bo'lib ketyapti-da. Qoyil. Kelajakda bu mana shu tanlovlardan talantli aktyorlar, san'atkorlar yetishib chiqadi degan umiddaman. Chunki men hozir shu narsani ko'rdim. Sizning g'olib bo'lishingizga muqarrar. Ammo amirim, siz men bilan chodir ichida shatranj o'ynab jang maqomi kuzatmoqdasiz. Sen bir narsani bil. Bu so'lim raqiblarim do'ldiratadi. Tanlov doirasida jamoalar chiqishlari ertaga ham davom etadi. Yakunda barcha ishtirokchilar faoliyati baholanib, g'olib jamoalar taqdirlanadi. Tanlov yoshlarning ijodiy fikrlashi, sahna madaniyati va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun.